Nikohsiz ayolning va nikohsiz tug'ilgan farzandning meros huquqi qanday? Bizga obuna bo'ling. Birgalikda huquqiy bilimlaringizni oshirib boramiz. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1.130 moddasida meros qoldiruvichining bolalari, shu jumladan farzandlik olingan bolalari, eri, xotini, ota-onasi teng ulushlarda qonun bo'yicha birinchi navbatda vorislik huquqiga ega bo'ladilar. Meros qoldiruvchining vafotidan keyin ham tug'ilgan farzandlar meros huquqiga ega bo'ladilar. Nikohsiz tug'ilgan farzandlar ham, nikoh bilan tug'ilgan farzandlar ham teng ulushlarda teng huquqqa ega hisoblanadi. E'tiborli jihat shundaki, o'sha vafot etgan paytida nikohida bo'lgan ayol faqat meros olish huquqiga ega bo'ladi. Shar'iy nikohdagi ayollar esa meros olish huquqiga ega bo'lmaydi. Qonun nikohdagi farzandda vorislik huquqiga ega. Shar'iy nikohda tug'ilgan bolada ham vorislik huquqiga ega. Faqat farzandning tug'ilgani to'g'risidagi guvohnomasida otasining ismi keltirilgan bo'lishi shart. Izohlarda sizni qiynayotgan savollar bo'lsa yozib qoldiring. Men sizga batafsil javob beraman.